ko'p. Qish oyida. Ha, qish ishi uchun xotirjam quyib qo'ysa bo'laveradi aka, bahorgacha. 6,5 ming dollar. 6,5 ming dollar 10 ta qolip bilan uстановkasi ichida aka. O'zi tortib, o'zi sement ham o'zi tortadi. Haligi Altay Sulomashniki o'xshagan. Mashin bilan bir xil zakaz qilingan kundan 2 kun ichida yetkazib beriladi uyga. Xudo xolasa. Mashimizdan 5 ming so'm qoladi aka, bir donasi. Bu soliq, arenda, to'k. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sizlarga endi ketdi. Trenddagi bizneslar haqida gaplashib o'tamiz. Bundan buyog'iga qish oyida qo'yadigan bo'lsangiz 2000 so'm ustiga дополнительный bo'ladi. Undan tashqari agar qish oyida qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, siz uyog'iga bahorga chiqib, bir oylab o'chirtiladi, kutmaysiz. Assalomu alaykum Sardor Uskan hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun Namanganda Uchqo'rg'on Qo'g'ayga keldik va bu yerda katta partiyada bizneslarda eng zo'rlarini sizlarga tavsiya etamiz. Eng qizig'i, bularda shunday servis xizmatlari borki, bular o'rnatib berish va uni sizga ishlatib berishgacha hammasini to'liq tushuntirib qo'yishadi. Va undan tashqari ko'p yillik tajriba. Bu yerda tajriba birinchi o'rinda gapiradi va undan keyingi holatda esa buni g'ishti sifatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda gazoblok. Agar siz hozir buni quyib qo'yadigan bo'lsangiz, bahorga chiqib insonlar endi qurishni ayiq uyqudan turganda turib boshlaganda siz уже tayyor bo'lasiz. Bir oylab o'chirib bo'lmaydi, u yog'iga bosaveradi. Gazoblok, bu yog'iga ketaveradi. Pena blok, gips blok, nima blok bo'ladigan bo'lsa, barchasini o'zlari ishlab chiqarishadi va sizga mana shunday bizneslarni taklif etib qolishadi. Demak, tayyormisiz? 3 tasi birdan ham bor. Hozir bular haqida sizga ma'lumot berib o'tib ketamiz. Siz esa ushbu videoga bitta laykni bosib qo'ying va bizdan uzoqlashmang. Biz sizlarga Abbosbek tanishtiramiz. Abbosbek bilan juda ko'p yillardan beri birgalikda ishlaymiz. Assalomu alaykum, Sardor aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Abbosbek, hop, dastlabki boshqalarni so'rashimdan avval nima uchun aynan hozir gazoblok uskunasini olishim kerak? Masalan, aka hozir hamma dehqonchilikdan yig'ishtirdi. Mana bu nima bo'lib qoldi? Hozir olib qo'ysa aka, pul to'plandi. Apparat olib qo'yishdan maqsad aka, olib qo'ysa hozir hamma bekorchi. Rossiyadan keladi, Qozog'dan keladi, odam ko'p. Qish oyida. Ha, qish ishi uchun xotirjam quyib qo'ysa bo'laveradi aka, bahorgacha. Hozir ham klient serob aka. Bahorga zagotovkasi bilan tayyor chiqadi aka. Ham apparatni o'chirdan kelmagan ekan. Oldinlari 15 kun, 20 kun, 1 oygacha kutilgan. Hozir aka уже zakaz qilingan kundan 2 kun ichida yetkazib beriladi uyga. Xudo xolasa. Hozirgi paytda siz uzoq kutmaysiz. Birinchidan, qolib sizga kerakli miqdordaligini o'zingiz bilib olasiz. Mana bahorda misol uchun qoliplar rosa o'chib bo'ldi. Qolib ba'dan biz qolib yetkazib bera olmadik, yoqdan ular quyib g'ish yetkazib bera olmadik. G'ish yetkazib bera olmadik. Bizda ham 1 oylik ushurib ketdi, ularda ham g'ishga ham 1 oylik ushurib ketdi. Ba'dan biz qolib yetkazib berdik, ular ana g'ish yetkazib muammo bo'lib ketdi ancha. Ashingiz tayyor bahorga уже hozir biznes bilan chiqadi. Zakotovka bilan chiqasiz. Hozir biznes plan bu. Sababi hozir bosib oladigan bo'lsangiz, pul bor birinchidan akalar. Qayga ishlatgan ekan, nima qilgan ekan, jamg'argan pulingizni, kapitalingizdan ajratsangiz, sekin xudo xolasa, undan keyin unga qarab turib, uyingizni remont qilarsiz, yo kachol qo'yarsiz, yoki bir pech qo'yarsiz, nimadir qilarsiz. Endi bundan buyog'iga esa buni ham olib qo'ysangiz, baribir bahordan nima 2026 ga nima ish qilgan ekan deysiz. Shuning uchun agar sizga ushbu biznes trenddan tushmay turgan biznes yoqay turgan bo'lsa, buni eng qizig'i bitta blogimizda eng kamida 5 ming so'm qoladi aka, mana shu. Eng kamida 20 ga 30 60 mingdan 5 ming so'm qoladi aka bir donasi. Bu soliq, arenda, to'k va mana uskunalar, ishchilar rasxotidan abet-mabetlarda chiqarib yuborgandan keyingi 5 ming so'm bu. Bu toza marja 5 ming so'm, to'g'rimi? U yog'iga xudo xolasa sekin-sekin kuchayib, mana boshida ishonmasdan 5 ta qolib olib, 10 ta qolib olib, undan keyin 30 ta 40 ta qolib qolganlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tdik, to'g'rimi? Bor-ku. Haligi unaqa akalarimiz ham tanish chiqib qoldik. 40 ta 50 tagacha qilib borishgan qoliblar. Demoqchimanki, buni mazasini bilishdi. Shuning uchun avvalo rizqimiz kasbimizdan emas. Biz sababini qilamiz xolos. Shuning uchun agar rizqingiz shu yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, gazini bosish kerak akalar. Xo'p, Abbosbek qanday takliflar beramiz? 3 tasi birda ham hozir вообще zo'r qo'yib beraman deyapsiz. Bu yog'iga avtomatik reskalarim bor deyapsiz. Hammasini ko'rsatib o'tamiz. Aka 1,5 mingdan boshlab aka 30 ming dollargacha bizneslar bor aka. Oho, 30 mingligi qanaqasi? Ular endi polniy avtomat. O'zi tortib, o'zi sement ham o'zi tortadi. Haligi Altay Sulomashniki o'xshagan. Mashin bilan bir xil pashta ekan. Voy, mashalloh. Ashnaqangi variantlarni chiqarishyapti. Chunki talab bunga ko'p. Tushunyapti odamlar haligi xomg'ishdan ko'ra
gazoblokda uy qursa yaxshiligini, tez bitishini va suvoq, mana qangi somon shuvoq, qum shuvoq, mana qangi muammolarni unutishlikni va uy utublik bo'lishini tushunyapti. Shunaqaki pishgan g'ish ketgani hisobiga gazoblokka talab o'ta ochib ketdi. Bu yil ba'da mana g'ish quyganlar aka, mana bularni o'zi ko'p kommentariyga yozib ketishdi, mana quyganlar birov o'chirtib ketdi aka. O'chirib qolsa, yengillab qo'ygan hisobiga o'sha g'ishni endi to'plam qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana bir oy oldin ham kerak bo'lsa g'ish yo'q edi, hech qayerda gazoblok. Hozir sal endi xotirjam bo'lib qoldi. Xo'p, keling bular haqida biroz gapirib o'taylik. Xo'p, dastavkalarimiz. Dastavkalarimiz vodiy bo'yicha besplatniy ekan. Xo'p, olib borib, O'zbekiston bo'yicha ham bor-a? Bo'yicha O'zbekiston bo'yicha ham bor. Endi kelishilgan holda O'zbekiston. Kelishilgan holatda. Vodiy bo'yicha mutlaqo bepul, borib ustanovkasi ichida vohalarga kelishilgan holda qilib beramiz. Kelishilgan holatda dastavka qilib beriladi. Dastavkalar bor, lekin yo'q emas, bor. Bu yog'iga esa endi sizlarga to'lov usullari. To'lov usullari naq o'tkazma hokim yordamchisi orqali hali imtiyozli kreditga mahalladan qilib beraveramiz aka. Ha, unaqangi insonlar bo'lsa ham biz yordam beramiz. Beramiz aka hammasini. Demak, sizga qaysi biri qiziq? Bemalol aloqaga chiqsangiz, Xudo xolasa barchasida chiroyli qilib yo'nalish qilib berishadi. Xo'p, keling, bu haqida tanishtirdik. Qoliplari nechta bo'ladi va nechta dona chiqaradi? Bu komplektimiz mana eng nima desa bo'ladi? Oxirgi gazoblokni yutkazish ham bo'laradi aka. Bu tayyor mana ko'p joylarda quyiladi, qolipimiz kesiladi. Yo reskada, yo qo'l mana shablon arrasi o'zini kesiladi. Bunda kesish shart emas aka. Mana disklarimiz olinadi aka. G'ish qol mana mishalkasida bir quyganda 6 dona g'ish quyadi. 6 dona. Quyilgandan keyin hamma listi yo'q bo'ladi-da holatda. Yog'langan holatda yana keyin shunday joyga joylanadi. Shuni joylab qo'yadi aka, turaveradi. Tayyor kesilgan holatda g'ish chiqaveradi. Demak, kesib o'tirmaysiz, faqat tepasini o'zini bitta shpakda. Tepasini o'zi kesiladi aka, g'ish mana tushgan hisobiga tekis. Tayyor har bir adini ishib chiqadi. To'g'ri burchak 20 ga 30 60 tayyor g'ish chiqadi. Tayyor chiqadi. Komplektimiz aka mana. Suv bochkalarimiz aka mana. Suvda ishlaydi, shuning uchun tentlar bilan tayyor. Tent, gradusning hamma yo'q ishi bor. Endi to'liq montaj qilinmagan bu endi. Motorchiklari hamma narsasi bor. Suv bochkamiz, mishalkamiz, 3 ta qolipimiz aka mana. Qolipimiz 3 ta bo'ladi. 3 ta bo'ladi aka. 20 ga 30 60 ta mana tayyor yevro qolip aka bu. Mana shpena blok yevro yotiq kesilgan. Yotiq variantda bo'ladi. Xo'p, bunda gazoblok, penablok chiqarilaveradi aka. Chiqarilaveradi. O gipslar quysa ham bo'laveradi. Ha, gips hammasi ketadi. Hammasini quyyorasiz ekan bemalol va bir quyganda mana 6 tani sirazi xudo xolasa chiqarsangiz bo'ladi. Imkoniyat qish oylarida qanday joylar? Yopiq joylar maksimalni ozgina bitta pech qo'yib berasiz u yog'iga, ko'mir-po'mir solib. Minnonda bo'lmasa bo'ldi. Ha, pilista bo'lsa bo'ldi. Pilista bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa chiqadi. Endi parnikda ham eplashyapti. Agar sizda ham shunaqa variant bo'ladigan bo'lsa, ustiga yana nimadirlarni qo'yib turib, yo 2 qavatli qilib turib, u yerda ham bossangiz bo'ladi. Ya'ni parnikda hozir ekin qilmayapti ko'pchilik. Shunaqa joylarda ham bemalol qilaverasiz. Haligi bahona portichka qidirmasdan xudo xolasa chiroyli qilsak bo'ldi. Menimcha shunday. Bu yog'iga endi sizlarga haqiqiy gazoblokni endi katta ob'yomda quymoqchi bo'lganlarga reskalari bilan birgalikda ko'rsatib o'tamiz. Mishalkasi bu necha kubalik bo'ladi? Bu yarim kubalikda. Yarim kubaligi. Bitta quyganda 12 taga chiqadi. Shuni hisobga olinglar. Uni komplektida mishalkamiz bir qo'yganda 12 ta chiqadigan. Shablon arramiz kesiladigan ruchnoy bu. Tagida 2 ta qolipimiz bo'ladi aka. 60, 20, 30, 60 ga mo'ljallangan. Suv bochkamiz aka. Suv bochkamiz tayyor mana montajlar bilan tokka suqib ishlaydigan holatda hammasi hozir. Bir komplektimiz bor. Narigi ham xuddi shu holatda bo'ladi. Narigi xuddi shu holatda, kichkinaroq u, minnisi. Bitta suvi, suv zapravkasi o'ziga shu bitta quyishga yetkazib beradi. Bitta quyishga 12 ta yetkazib beradi aka. Bu shabloni. Bir marta o'lchanganda 12 dona g'ishga chiqadi, xotirjam. Zo'r. Xo'p, 10 ta qolib yetkazib beradi aka bitta. Buni xohlasangiz, agar klient mijoz, misol uchun men 1,5 g'ish quymoqchiman, bu yog'i 30 bo'lsin, manaqi 40 bo'lsin degan bo'lsa, shuni qilasizda, mana shablonni qaranglar, mana mana shu yerda o'zi asli maladan kesiladi. Перегородкаga bunday kesiladi. Misol uchun 10 qilib, to'g'rimi? Endi shuni 30 yo 40 qo'yaverasiz. Endi u yog'i klient tarafidan kelib chiqib, narxini ham o'shanga qarab chiqaraverasiz. Xo'p, bunimiz qancha chiqadilar? Bunimiz aka mana 1,5 ming dollar aka, hammasi mana. 1,5 ming dollar. Bu ham 1,5 ming. Bu dollar kursi tushib ketsa hammi?
Shugasi ham 1.5 ekan. Bu ham 1.5, bu kichkinamiz ham 1.5. Komplektda ekan mana. Buni komplektimizda mana arrasi, suv bochkasi, tepini tozalab qo'ygan. Mishalkasi 3 ta qolib bo'ladi ekan. Bu endi bitta, faqat gazobloy o'zini chiqaraman degan. Ham gazobloy, ham penabloy chiqaraman deganlarga mana. Mana pena generator, lombozga, kompressor, mikser, pulsator hamma yo'qigacha. Shunday gazobloy, penabloy, penabloy, gazobloy, gazobloy qo'yishadi. Komplektga shular ham kirib ketadimi? Endi buni ham qo'shib olsa-ki 1800 dollar bo'ladi. Ha, 300 dollar ataga. 300 dollar xolos aka o'zining rasxoti. Buni yana bitta iloji bor. Lomboz qo'yaman deganlarga ham bo'lsa bo'ladi. Lomboz qo'yaman deganlarga tomga lombozga ham mashina o'zi ketaveradi-ku shunda. 5 sentini ham 35 mingdan qo'yishyapti. 35 mingdan qo'ysa-ki, shu rasxoti to'g'risi bitta 100 kvadrat ortiqroq joyda qo'ysangiz, o'zi tekinga qolib ketadi sizga. Shunaqa aka. Prosta ishlash kerak, harakat qilish kerak xolos ekan. Xo'p, bu ham 1.5, u ham 1.5 bo'ldi, narigi 300 bo'ldi. Shunday qilib endi biz sizlarga avtomatik reskani yana bitta ishchim kamaysa, misol uchun 3 milliondir, 4 milliondir oylik beryapsiz ishchingizga. Endi shuni ham misol uchun u endi kasal bo'lib qoldi yo bahona ko'p qilyapti, ertalab kech kelyapti. O'shunaqangi muammolar bo'la turgan bo'lsa, endi siz o'shaning 1 yillik u yoq bu yog'i bilan oyligini hisoblab turib, mononga bitta tikib qo'ysangiz, bu doimiy 24 soat siz oldingizda ishlaydi. Xo'p, bu avtomat. Bu endi avtomat reskamiz. Ha, bu pol avtomat aka. Pol avtomat reskamiz aka mana. Razmerlari 5 xil razmerda kesadi aka. Mana 10, 12, 15, 20, 25 gacha kesaveradi razmer aka. 5 xil razmeri bor. Xo'p. Endi xohlasak bu o'zi chiroyli kesib beradi, ha? Bu o'zini reskada kesilgan yaxshimizga turlicha holatda diagonallar to'shni chiqadi aka bunda. Endi bu reskali komplektimiz narxi aka vodiy bo'yicha 6,5 ming dollar chiqadi aka. 6,5 ming dollar. Mana unda nima? Avtomat reskamiz, suv bochkamiz, 10 ta qolipimiz, mishalkamiz chiqadi. 10 ta qolip. 10 ta qolipli bo'ladi. 10 ta qolipli bo'ladi. Birdaniga 10 ta qolip bo'ladi. Va mana bo'lmaydi uni ichida. Bo'ladi bu ham. Bu ham bo'ladi. Svet o'chganda keskani bu kesib turadi. To'g'ri variant. Demak, mana shu komplektlar hammasi bo'lib 6,5 ming dollar. 6,5 ming dollar 10 ta qolip bilan ustanovkasi ichida aka. Ichida, bu vodiy ichida, dastavkasi ham hammasi ichida bo'ladi. Dastavkasi ham yo'q ichida aka. Gap yo'q. Endi yana ham kattaroq qilaman. Menga avtomat kerak desa, avtomatni ham aka. Sirazi bosganda liniyaga bosib beraman aka. Gap yo'q. Xo'p, qoliplarni ertaga misol uchun u yoqqa bu yoqqa liniya qilsak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi aka. Biz shuni liniya qilinadi aka avtomat reskaga. Biz betonlar razmerlarni beramiz, betonni quyib qo'ysa bo'ldi aka. O'zimiz olib borib o'rnatib, quyib, chiqarib, kesib ko'rsatib beramiz aka. Xo'p, mana komplektdan tashqari qolip qo'shib olaman desa, qanchadan qo'shib berasiz? Qolip qo'shilamiz desa, qolipini tayyor qoliplarni kesishgan qilib beramiz, yengilroq qilib. Yengilroq qilib beramiz. Soniga qarab turib, soniga qarab yengillashtirib beramiz aka. Zo'r. Demak, mana shunaqangi takliflarimiz bor. Sizlarga aloqaga chiqsalar, xudo xolasa Abbosbekning o'zlari chiroyli qilib bitirib beradilar. Endi siz ham kutmaysiz, xudo xolasa sizni ham mijozlar kutib qolmaydi. Bahordan baribir ko'pchilik yanvar o'tib 14-yanvar o'tgandan keyin bayram nishonlab, nima qilayin ekan 2026 ga mono bizneslarni qilaymi ekan deyshadi. YouTube kovlashadi, boshqa qilishadi. Sizlarga hozirdan mana pul borligida ozginaliga qilib qo'ysangiz bo'ldi akalar. Xudo xolasa hozir mana o'chirib degan narsa yo'q. U yog'iga birpasda boradi va siz tezda o'rganib, pulingiz bo'lsa, hozir mana qum shag'al boshqaradi. Misol uchun, например, aytayapman, o'ziga ketadigan mahsulotlar ham narxlari arzonlaydi. Bilsalaringiz, sementlar arzonlaydi. Sement hammasi arzonlaydi aka. Bu tursa ham aynib qolmaydi. Bu turgan sari aka yana ham sifat oshib boraveradi. Sifat oshib boradi, xolos, aynib qolmaydi. Yana ham sifat oshib aka. Mustahkamligi kuchayib boradi aka turgani sari. Gap yo'q. Shuning uchun qishda qor, yomg'irda naborot sifatini yo'qotmaydi, sifati yuqorilashadi aka. Shuning uchun aytayapman, qish oyida ham siz to'plab turadigan bo'lsangiz, o'sha pulingizni bahorda bitdi-da. Shunda qolasizda, keyin o'sha jentrachani olib minaverasiz. Yo'q, qishda ham sotadi aka. Yo'q, demoqchiman-da endi. Haligi ba'zilar sotmasa ham, endi yangi boshlagan sotmasa ham, u yoqqa to'plab tursangiz ham bahordan xudo xolasa bitta chiroyli pulga sotib turib, jentrachani minaverasiz, to'g'rimi? To'g'ri aka. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Mana Abbosbek bemalol pastdagi raqamlar, bitta like bosib qo'yasizlar, o'zlaring kelib ham ko'rishlaring mumkin ko'zlaring bilan yoki bir og'iz onlayn telefon orqali ham ishni bitirsalaring bo'laveradi. Aka kelib ko'rib ketishaveradi. Mana Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, qaydan bo'lsa ham aka kelib xohlasa kelishsin, xohlasa zakaz berishsin, aka kargogacha yetkazib beramiz. Gap yo'q. Ashlaqangi bemalol sizlarga xudo xolasa tavsiya qilaman, aloqaga chiqarasizlar.